Yana bir bor assalomu alaykum. Mana hozir yarim kechasi bedanalarimizni joylab oldik. Inshaalloh 4 metrlikka mana har bir etajiga 1 oylik bo'lgan bedanalarni 300 tadan soldik. Mana 300 tadan solib bu yog'iga ham 100 tadan solib ko'raverasizlar. Bahosini beraverasizlar mana. Qalay bo'pti. Xudo xolasa egasi kelsa olib ketadi endi bu bedanalarimizni. Termoregulyatorlarni mana yoqmadik. O'zi xona issiq. Bu yoqda mana bu bedanalar turibdi. Gradusimiz 22 yo 6. Eng past haroratda mana eng pastda yotibdi. Yo'qlari mana tuxum qo'yyapti. Bahoni beraverasizlar. Like bosaverasizlar. Birinchi etajiga solmadik. Sal sovuqroq bo'lganiga. Bundan 3 ta etaji narxroq oldik. Xo'p, o'rtoqlar, bedanalarimiz 1 oylik. Kimga qanaqadir bruder kerak bo'lsa, liboy razmerda yasab beraveramiz. 4 metrligimiz mana o'z imtihonidan o'tdi. Endi xudo xohlasa 4 metrligi zap etdik. Endi 6 metrlik bruder yasashga harakat qilamiz. Buni ham yasasak, xuddi shunaqa qilib ko'rsatib o'tiramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. Bizda shunaqa yarim kechasi ham uyqu yo'q. Xudo xohlasa ularni joylab oldik. Endi inkubatorlarga borib hozir mana bu bruderlarimizni bo'shatdik. Endi ana yetim jo'jalar bor. Bruderlarimiz, inkubatorlarimizdan mana